o'ng qo'l taraf uyushib, qo'llar orqa kuraklar bilan o'rayotdi. Barmoqlargacha uyushyotdi, to'kilganga o'xshab. Qanday bo'ldi aka operatsiyalar? Operatsiya yaxshi o'tdi. Kecha operatsiya bo'ldi, mana bugun Xudo xolasa og'riqlar yo'q. Kecha og'riq bilan keldim, bugun mana og'riqlar yo'q. Bo'yindagi grijani olib tashlashdi. Yaxshi holat. Og'riqlar qanaqa edi bu yerga kelishingiz? Og'riq shu o'ng qo'l taraf uyushib, qo'llar orqa kuraklar bilan o'rayotdi. Barmoqlargacha uyushyotdi, to'kilganga o'xshab. Mana endi yaxshi hozir. Kecha operatsiya qildim, mana bugun uyga javob beryapti. Boshlanganiga bir 5 oycha bo'lib qoldi. 5 oyda 2 marta lecheniya qildim больницада. O'zgarish deyarli bo'lmadi. Tabibga bordim. Unda ham o'zgarish bo'lmadi. Oxiri mana shu yerda bir nimasini eshitib, shu yerga keldik. Mana 3 kun bo'ldi kelganimizga. Kecha operatsiya bo'ldi, mana bugun Xudo xolasa og'riqlar yo'q. Operatsiyaning o'rnida qanaqa og'riqlar? Og'riq yo'q. Hech bo'lani bilmaysiz, yaxshi. Operatsiyadan qo'rqmadingiz-a? Yo'q. Oldin ham men belimda grija bo'lganda oldirgan edim. Yana qaytib kelib bo'ynimdan oldim. 2023-yilda oldirdim belimdan. Doktorlarga rahmat, zo'r. O'zingizga o'xshab shu dard bilan og'riganlarga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Tavsiyam agar o'ta kuchli og'riq bo'lsa, grija agar katta bo'lsa, operatsiya qildirish kerak ekan. Buni boshqa anaqasi yo'q ekanda buni. Katta bo'lsa, qattiq oldirish kerak ekan grijani. Operatsiya qo'rqinchli emas ekanmi? Yo'q, men deyarli qo'rqmadim. Lekin buni internet orqali ham ko'rdim. O'sha ruchkani teshikchalik bir teshik ochib, o'shandan operatsiyasini men o'zim YouTube'da ko'rdim. Shunga men ortiqcha qo'rquv bo'lmadi menga.